Aram zam zam, aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Bo'ltinglar, o'zi kech qolyapmiz. Jahon aka, Qo'qonga Mittivoy bolalar supermarketi ochilyapti-ku, bildingizmi? Ha, bildim. O'sha qachon ochilar-ku? Ha, haqiqatdan bilaman. Yur tez-tez. Aka, bilaylik mana shuni. Qara, Instagram, Telegram kanaliga obuna bo'lsang, qachon ochilishlarini o'zlari e'lon qilishar ekan. Shundaymi endi? Yur endi. Buncha hovli qas aka, hozir yo'lda bo'ydan taksi ushlab beraman. Aka. Aka, yo'lingiz bo'lsa olib keting. Yo, olib keta olmayman hozir. Mard bo'ling, aka. O'sha yo'lingiz bo'lsa, o'sha qarab ketyapsiz, olib ketavering. Mard bo'laymi? Chiqing, yo'lim bas yo'limgacha olib ketaman, bo'pti. Xo'p. Aytdim men sizga. Ana keldim. Tushinglar. Nimaga? Men yumshatda shatda yashayman, mard bo'l. PUBG Mobile'ga yangi X100 qo'shilyapti. Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan har doimgidek real PUBG. Men bugun sizlarga juda ham ajoyib ma'lumot ulashaman. Undan oldin videoga bittadan like bosib, kanalimizga obuna bosib qo'ying. Qani unda videoni boshladik. PUBG Mobile'ga 3.9 yangilanishda yangi Dravion X100 qo'shilyapti. Ko'rishingiz mumkin, juda ham ajoyib ishlab qo'yishgan. Bundan oldingi Anukhara X100 ga ozmoz o'xshatib qo'yishgan. Atak juda ham ajoyib, ko'rishingiz mumkin. Orqasida mana bunaqa neobechniy qanotlari ham bor ekan. Ko'rishingiz mumkin. Razrabochiklar anchagina mehnat qilishibdi bu X100 ga. Demak, o'yinga qachon kirib kelishi hali aniq sanasi yo'q. Tez orada aniqlansa, buni ham sizlarga aytib o'taman. Sizlarga bitta savolim bor. X100 sizlarga yoqdimi? Albatta fikringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Hammanglarning fikringiz men uchun muhim. Oshir. Ma. To'g'ri deb. Aziz, nima? Dadang. Oh, bobojonim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aziz bolajonim, yaxshimisan? Ha? Bu senga. Tushundingmi? Rahmat. Ana o'rtoqlaringmi? Mayli. Ma, ularga olib borgin, xo'pmi? Xo'p. Ha, senga. Rahmat. Ketdik. Ana Komiljonning o'g'limi? Ha, Komilni bolasi? O'zini ko'rib turibsanmi? Yo'q, ancha bo'ldi ko'rmaganimga. Shundoq degan. Bo'lmasa bitta gap. Rahmatli otasi yaxshi bog'bon edi. Uni yaxshi toqachisi bor edi. Shuni Komiljondan so'rab olib chiqib bergin. Uni eski toqqachisini nima qilasiz-da? Uyda yangisini olib kelib qo'yganman-ku. Kerak bo'lsa ana bog'bon chaqirtirib beraman. Sen mana aytgan